BYD Champion gibridni bugun kamchiliklari haqida gaplashamiz. Bu mashina afzalliklari haqidagi videolar internetda to'la yotibdi, lekin men bir haftalik test drive'dan keyingi o'zim his qilgan kamchiliklar haqida gapirgim keldi. Birinchisi, qo'shimcha g'ildirakning yo'qligi. Hech bo'lmaganda dakkatga qo'yishganda yaxshi bo'lardi, chunki suyuqlik bilan balloningizni teshilganda yamashingiz mumkin, lekin yirtilganda bu foyda bermaydi. YouTube ilovasini yo'qligi, agar siz yozdirsangiz ham harakatda uni ko'rib bo'lmasligi bu xavfsizlik tarafdan chegaralangan. Lekin podkast ko'rishni sevadigan men uchun bu ko'proq kamchilik hisoblayman. Siz qanaqa fikrdasiz? Haydovchi klimat kontrol tizimini jismoniy tugmalar orqali boshqarish imkoniyatini yo'qligi. Harakat vaqtida haydovchini chalg'itmaslik va sozlamalarni tez o'zgartirish uchun monitorda emas, tugmalar orqali boshqarilganda yaxshi bo'lardi. Avtoparkovka funksiyasini yo'qligi bundan oldingi modellarda bo'lgan, hozirgisida yo'qligini sababini bilmadim. Balki keraksiz funksiya deb o'ylashgandir, balki narxini arzon qilishmoqchidir. Head-up display bilan jihozlanmagani bu segmentdagi avtomobil uchun kerak va haydovchiga foydali bo'lardi. Atmosfera dvigatel bo'lsa ham faqat sifatli benzin talab qilishi. Sababi tizim sifatsiz benzinni his qilishi bilan o'zini o'zi bloklaydi. Sanab o'tilgan kamchiliklardan ortig'ini topa olmadim. Agar siz bilsangiz, izohlarda yozib keting. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, mashina yaxshi, o'zini puliga ozgina qimmat deb hisoblashim mumkin. Lekin rasmiy dilerdan olganingiz kerakli vaqtda kafolat shartlaridan foydalanish imkoniyatini beradi va siz kutmagan xarajatlarni qoplab berishi mumkin. Siz qanaqa fikrdasiz? Biz bo'lsa Chazor avtomobilini test sinovini boshladik.